Ishtixon shahrining qoq markazidan uy so'raganlar uchun ayni muddao yashash sharoitiga ega va eng asosiysi 35-maktabga juda ham yaqin Ay, молодец. Hurmatdasiz aka, lekin mujjiksiz aka. holatdagi xonadonni so'raganlar uchun ayni muddao ko'rib turganingizda mana bu yerdan to'g'ri kelaverishda 35-maktabga to'g'ri boriladi. Bu yoqdan Ishtixon shahri Jo'ra Mahmudov mahallasi, Zebunusa ko'chasi, ya'ni favordan kelaverishda где-то bir 50 metr kirganda mana shu xonadonimiz общий 375, ya'ni общий 4 sotga ega xonadonimiz sotuvda. Onalar soni 3 ta va hammom tualetdan tashqari umumiy maydon, ya'ni qurilish maydonlari ham bor albatta. Hozir ichkariga ko'rsatishdan oldin mana bu yoqda ketishda ko'rib turibsiz, serqatnov yo'l, betonkaga chiqib ketiladigan yo'l. Bu yoqdan to'g'ri kelaverishda ko'rib turganingizda mana Favora savdo markazi. O'sha yerdan shundoq kirib kelasiz, qayrilib 50 metr masofa bilan bu yoqdan shundoq ketamiz. Bolalaringiz eng muhimi, eng zo'r tomoni bu joyda bolalaringiz bexavotirgina maktabga o'zi borib kelib, mana shu yerdan bir qadamlik maktabga borib keladi. Bu yerda xususiy bog'cha, davlat bog'chalari va eng asosiysi o'sha aytganimdek bozor, masjid. Bir so'z bilan aytganda, aynan Ishtixonning qoq kindigida xonadon xohlaganlar uchun ayni muddao juda ham eski imorat emas. Imoratimiz yangi holatda, ya'ni umumiy o'sha 6-7 yillik imoratga ega. 375 dokumentda yozilgan. Bu yog'i 4 sotka deyilyapti. Bismillah. Mana kelaverishda endi bitta narsasi bor. Xohlasangiz mana bu yerda polностью stechka oxirigacha qo'yib, mana bu yerda darvozaxona qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz mana bu tomonni buzib turib, bu yerdan bir 2 etaj imorat solsangiz bo'ladi. Bemalol. Где-то bu yerdan 3 ta, tepada yana bir 2 ta 3 ta xona bo'ladigan bo'lsa, umumiy 6 ta xona paydo bo'ladi bu yerda. Xo'p, огород qismimiz, ya'ni o'sha огород qismi ham o'z-o'zidan yo'q ketmaydi. Огород qismimiz ham bor. Ko'rib turganingizdek, daraxtlar ekilgan. Bu yerda yana qo'shimcha meva yoki bo'lmasa umuman boshqa narsalardan foydalansangiz bo'ladi. Hammomimiz joylashgan, tualet hammomlari mana chiroyli remont qilingan. Gaz suvdan muammosi yo'q joy. Mana hurmatli obunachilar, mana gazlarimiz, mana gazlarni chokka qilib ustonovka qilib qo'ygan, suvlar normal holatda. Aynan kecha o'sha gaz masalasi bo'yicha bir kishi so'raganida, o'sha Jo'ra Mahmudov, ya'ni o'sha Zebunusa ko'cha yoki 35-maktablar oldi gaz qanday hozir baxtiyor deganlar uchun shaxsan o'zim ham shu yerda turaman. Gaz normal. O'sha Qarag'oyli, G'ofirg'o'lam buloq bosh bo'ladigan bo'lsa, ularda gaz o'chmaydi, yaxshi deydigan bo'lsa, ayni Jo'ra Mahmudov mahalla ham sentral mahalla, zo'r gazda masalan muammosi yo'q. Mana shu so'nggi bir 4-5 yil ichida deyarli gazdan qishin yozim muammosi yo'q. O'shaning uchun bemalol yangi imorat. Endi uyda ichkari qismlari hozir ikkita mana bu qismimizda, ya'ni yotoqxona va bolalar detskiy xonasi va mana bu yerda kuxnyasi, ya'ni oshxonasi joylashgan. Shaharlar ko'rsatib o'tirmaymiz. O'sha avishni oddiy remontdagi holatdagi joy. Xohlasangiz olib turib, aboy qilib remont qilishingiz mumkin. Xohlasangiz endi bu tashqi fasadlar ko'rib turganingizda mana tepalarni ko'rsatib o'ting. Hali yangi holatda turibdi. U degani o'sha ayvon qismlari, ya'ni qosh qismlari ham hali qilinmagan. Bu degani o'sha eski imoratni bu yer ham bundan oldingi egasi ham buzib, yangi imorat qilib, bu kishilarga sotib ketgan. Bu kishilar ham hozir ayni vaqtda o'sha bir ikkita planlari bo'yicha uyni sotsak, xudo xolasa yaxshi niyatda bir yaxshi ish boshlaganmiz, o'shanga pul tikamiz, ya'ni sarmoya tikamiz deyapti. Umumiy bahosi endi necha pul deganlar juda ham qiziq joyga keldik. Umumiy bahosi ham unaqangi qimmat emas, kelishilgan holatda deyapti. Narx-navosi qanaqa? Shozar Baxtiyor deydiganlar uchun juda ham shikolat narxda, unaqangi narxda o'sha 1 yil 2 yilda bir marta bo'lib qoladi, uni ham uspet qilgan bo'lib qoladi. O'shaning uchun srochni pastdagi nomerlarga telefon qilib, zing telefonchalarni urish kerak. Ya'ni o'sha Amerikadan ayniqsa juda ham ko'pchilik, mana 35 atrofidan uyni juda ham ko'pchilik so'raganda, ayni muddao faqat tezroq uspet qilsangiz yaxshi bo'ladi. Chunki hozir bu videoni chiqargandan keyin yo bir kun yoki 2 kun yoki 3 kun turishi mumkin. Undan keyin sotilib ketsa, biz attang deb qolishlaringiz mumkin. Umumiy bahosi 57 ming o'tib beraman degan joyi bor. Juda ham chiroyli narxda, shikolat narxda qilib beraman. Aynan mana shu Ishtixon barakali uylar kanalidan biz ko'rib shu videoni aynan shu uyni borib olmoqchimiz. Yaxshi niyatda baraka qilib kelmoqchimiz deganlarga skidkasi bor. O'shaning uchun tezroq aloqaga chiqish kerak. Hoji aka, sizga aytyapman. Farzandingiz shuni yangacham olib chiqib, mana bu yerga xususiy bog'chaga qo'yib, kichkinachani, kattasini shuni mana bu yerga 35-maktabga qo'yib, kelib, uydagi ro'zg'orlarni qilib, tixagina siz ishdan kelguncha shirangina taomlarni pishirib, sizni kutib oladigan juda ham skromniy, yaxshi, tinch mahalla va eng asosiysi Любой joydan so'rang, Ishtixon shahri Jo'ra Mahmudov mahalla va Zebunusa ko'chasi qanaqa ko'cha desangiz, Ziyolilar ko'chasi bu. Bilmaganlar uchun buning ikkinchi nomi ham bor, Ziyolilar ko'chasi. Bu yerda hammasi yaxshi insonlar, yaxshi qo'shnilar bilan siz Hoji aka eng qizig'i bu yerda yaxshi bir boy akalarimiz ham bor. Shular qatorida siz ham boy aka bo'lib, mana shu ko'chadan chiqib ketaverasiz. Tezroq pastdagi nomerga telefon qilish kerak. 57 o'tib beriladigan joyi bor. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Dokumenti 100% toza. Notaris shunda baraka qilinadi, notarisga boriladi, pul sanaladi. Nomingizga yoki yangacham nomiga o'tkazib qo'yamiz.